Sizlar bilan yana o'sha gladiator va bugungi videoda hamma bilsa kerak, misol uchun bironta odamni o'ldirganingizda u qandaydir o'zgacha tarzda effekt bilan o'ladi. Ya'ni buni odamlar aytsa kerak, effekt tarzda o'lish deb. Mana hamma bu bo'limni biladi. O'sha tadbirlar bo'limida mana bunday effekt tarzda o'lishlar bor, ya'ni nomi yovvoyi olov duboli, ya'ni doimiy arena rejimida maksimal arenada tashqari kuchga kiradigan o'ldirish effekti, ya'ni dushmanni shu o'ldirganingizda mana shunday effekt chiqadi. Bu faqat arenada ishlaydi, boshqa zonalarda ishlamasligi aniq, chunki yoz qo'yishdi mana pastida. Do'stlar, buni olish uchun sizga mana bunday exp kerak bo'ladi. Ko'pchiliklar so'raydi, bu expni qanday yig'amiz? Nega bu expni yig'ish biz uchun muammo? Va shunga o'xshash ko'plab savollarni berishadi. Lekin men bugun shu expni sizlarga mutlaqo oson usulda ishlashni o'rgataman va mana bunday narsalar olib qanday qilib o'zingizning reytingingizni tobora ko'tarishga yordam beruvchi narsalar olishni o'rgatib o'taman. Va bu video uchun sizlardan qilinadigan bitta iltimos, faqatgina shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz yetadi. Do'stlar, hamma bilsa kerak, mana bu kazual mavsum bo'limida o'zini reytinglari bor bir qancha. Adashib ketdim. Mana o'zini reytinglari bor. Hamma birinchi kirganda mana bu reytinglar bo'ladi. Bu reytinglar mana shunday tobora kuchayib borish uchun nima qilish kerak do'stlar? Hozir shuni sizga batafsil tushuntiraman. Bu qachonki mana bu yerda o'zining missiyalari bor. Ya'ni bu missiyalar farqi yo'q. Rating, arena, metro royal, ratingsiz, klassik, hattoki WoW karta o'ynasangiz ham tekinga mana shunday explar berishadi. Lekin bu bir boshda bunaqa sarqa exp turmaydi. Qandaydir kumush rangdagi exp turadi. Bu oxirgi darajaga yetganingizdagina shunday explar ola olasiz. Maksimal darajasi mana bunday. Unda ramka beradi. Hozir men mana shu darajadaman. 2000 exp ball olganman. Do'stlar, hozir sizlarga buni qanday yig'ishni o'rgataman. Bu degani, bu xohlagan rejimingizda o'ynab chiqqaningizdan so'ng albatta mana shu S31 mavsum bo'limiga o'tasiz. O'tganingizdan keyin ikkinchi ustunga tushasiz va mana shu yerda o'zi sizga podarkaning rasmi tushirilgan bo'ladi. O'shani ustiga bosasiz va mana bu yerda hammasini olish degan tugma bo'ladi. O'shani bossangiz hamma explarni olasiz. Ya'ni exp bu daraja hisoblanadi. O'sha darajalarni olasiz va tobora mana shu darajaga singari o'shanaqa kumush explarni yig'ib ketaverasiz va mana shu darajaga yetganingizdan keyin sizda mana shunday o'z olinadigan sariq va ishlatsa bo'ladigan explar turadi. Buni qanday olsa bo'ladi deganlarimga men tushuntirganimda olsangiz bo'ladi. Agar yana ham ko'proq qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz WoW kartada qaysi cheatli zonani bilsangiz, o'shanda cheat ishlatib dushmanlarni yo'q qilib, yana bir ikkita zadaniyalarni bajarib olsangiz bo'ladi. Va do'stlar, va yana bitta narsa sizlarga, agar yana explar kerak bo'lsa sizga maslahat, hozirgi sezonda kim bilsa kerak, Brainrot o'yini kelgan. O'sha Brainrot o'yinida siz o'zmoz o'ynab chiqsangiz ham explarni beradi. Va do'stlar, mana hozir sizga o'ynab ko'rsataman. Arena o'ynaymiz. Va do'stlar, men ko'rib turganingizdek, nega ustuningizga mana bu qurollarni qo'yib olgansiz desangiz, men qurollarni avval kuchaytirganman. Ya'ni orada kuchaymay qolib ketgan qurollarni qo'yib qo'yganman. Bu nima uchun kerak do'stlar? Chunki bu qurollar endi agar mana оружие гонки degan narsa bor PUBG'da, ya'ni qurollar poygasi. O'sha qurollar poygasida bu juda katta o'rin tutadi. Chunki nimagaki, qurollaringiz qancha maksimal full bo'lsa, arenada ham shunday full bo'lib turadi. Ya'ni
Ya'ni bu sizga nima desam ekan, yutish imkoniyatini beradi. Shuning uchun do'stlar, maslahat shu arena yoki shunga o'xshash narsalar o'ynasangiz, u boyga men aytgan oltin XP'larga ega bo'lasiz va u narsalar sizga yordam beradi. Aniq qilib aytsak, mana qurollar ham yordam berishi mumkin. Do'stlar, mana hozir ko'p yozib o'tirmaymiz va matchni boshlaymiz. Do'stlar, mana matchga tezda kirib olyapti. Ko'rib turganingizdek, bitta levellar baland. Bizda ham bor birikcha mana. Hop, do'stlar, yana yutqazib o'tirsam yoki bo'lmasam shunga o'xshash ya'ni yutqazish yoki mag'lubiyatga doir narsalar sodir bo'lsa, xafa bo'lib o'tirmanglar, chunki meni bilsangiz kerak, videolarni kamdan kam ravishda chiqaraman va videolar kamdan kam ravishda chiqarishimga sizlarni obunangiz kerak bo'ladi, chunki nimagaki bu obuna hamma narsani hal qiladi, ya'ni menga motivatsiya beradi desa ham bo'ladi. Xafa bo'lmaysizlar do'stlar, ping o'tyapti. Pingim 20 deb ko'rsatadi ekan, sizlar qo'ying. Do'stlar, misol uchun kommentga agar o'zingizni ID'ingizni yozib qoldirsangiz, men keyingi videoda o'sha ID bilan video chiqaraman, ya'ni hozir meni kanalimga ham oz-moz obunachi bor. Obunachini bu obunachilarni shu yil davomigacha ko'paytirib bir qaqmoqchiman. Do'stlar, buning uchun sizlarga yordaminglar kerak. Bir obunachi uchun sizlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz shuni o'zi yetadi. Chunki har bir youtuberning orzusi yuqori kontent va videolar chiqarish va buning uchun kanalga obuna bo'lish va shunga o'xshash amallarni bajarish kerak. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish. Do'stlar, shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, iltimos. O'zbek qilish kerak. Shuning uchun videoga like mana hozir ko'p odamlar kanalimga obuna bo'lgan ko'rinadi. Mana qandaydir g'alabalarga erishyapman. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videolarga like do'stlar, agar videoga like qo'yinglar, chunki men sizlarni va ba'zi odamlar bir kga chiqib ketishadi. Men esa yillar davomida video olaman, lekin bir kga hali ham chiqmayapman do'stlar, iltimos. Shuning uchun menga bu motivatsiya bo'lish uchun videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling, iltimos do'stlar, chunki bu men uchun muhimda. Mana shunday krisalarni hisoblang. Do'stlar, va aytgancha bitta narsani eslatib o'tsam, bu arenada qayishga kill qilsangiz ham ball ancha ko'proq beradi. XP'larni va do'stlar, agar sizlarga dastajeniya missiyalarni bajarib aytsangiz, shunday videolar ham qo'yish mumkin. Chunki obunachilar men uchun qadrli narsa. Xalqdan ko'p odamlar like bosib obuna bo'lgan ko'rinadi. Mana shunday hechjot va shunga o'xshash qiziqarli narsalar bo'lyapti xalqda. Mo'jizani o'zi bu.
baribir podдержка kerak do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bossangiz, lekin haqiqiy baxt bo'lardi. Vaziyatda o'rtog'ingiz qolib ketsa, hech qachon yordamingizni ayamang. PUBG'da topiladi va hamma bilsa kerak, PUBG'da ko'pincha donaterlar ko'payib ketgan. Donaterlarning yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. O'rtog'ingizni yo'qotib qo'ymanglar do'stlar. UC baribir o'rtoqdan qadrli UC qadrli turmaydi do'stlar. UC'ga o'rtog'ingizni almashib olmaysiz-ku. Shuning uchun do'stlar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Xo'p. Ana qardoshimdek kontentlar olyapti. Nasib qilsa birkaga yaqinlarga chiqib va hech qachon hech kimni bot demang do'stlar PUBG'da, chunki bot deyish bu kamsitishga kiradi. Ya'ni bot deyorsangiz hammasi kamsitishadi. Mana hozir ikkinchi o'rin bo'lganman, lekin buni hech kim mana o'qimaydi. Hech nima bo'lmaydi. Shunday populyarni sashib turaman, agar yutqazsa ham. Har bir arena o'ynaganimda shunday populyarni sashib turaman bepul, lekin buni ko'pincha videoga olmayman, chunki kim bilsa kerak, shu yaqin oralarda videolar kamroq chiqyapti. Shuning uchun agar videoga like va kommentariyaga videolaringizni ko'rdim aka, omad deb yozib qoldirsangiz, bu haqiqiy motivatsiya bo'lardi. Agar kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda ham qiziqarli videolar ko'p. Misol uchun, kimga qanday video yoqadi, agar yozib qoldirsalaringiz, o'sha videolarni men amalga oshirib, ya'ni tayyorlashim mumkin o'sha videolarni. Zaryadkam kam, mana zaryadkam kam qoldi ham sizlarga video olishga harakat qilyapman. Video olyapman, zaryadkam kam bo'lsa ham. Prosta siz kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Televizordan ko'ryapsizmi? Like bosing. Va xohlagan narsangizni ko'rgan bo'lsangiz ham like bossa bo'ladi. Buni iloji bor. Shartta pult qo'lingizga oling, erinmasdan like bosing. Bilaman, hozir kontent olyapman, shuning uchun do'stlik chaqiruvini rad etib turishimga majburman do'stlar. Endi tushunasizlar-ku. Aytgancha yangi sezonda mana vampir yangilanish bo'lar ekan. Va men aytmoqchi, XP'larni olish o'rga tertiruvdi mana. O'zi casual olmos degan joyda mana shunday sovg'a belgisi kelib turadi. O'shani ustiga bosasizlar va mana bu batafsil degan joyda mana sovg'a turibdi. Uni ham ustiga bosasizlar. Mana bu yerda hammasini olish bor. Olasizlar mana. Erinmasdan. 60 ta. O'sh ko'ryapsizlarmi do'stlar? Qanchalik olmosliklar ko'payapti. 2025 ta bo'ldi. Yana 2025-yil degandek. Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi qanday ko'paytirishdi? Har kuni shunday o'ynayversangiz, ko'z ko'payadi do'stlar. Erinmasdan o'ynang. Erinmasdan. Aytgancha mana bu kartani olib qo'yishni maslahat beraman. Bu reyting himoya kartasi hisoblanadi. Bu kartani olib qo'ysangiz reytingingiz tushmaydi. Ya'ni uncha-munchaga tushmaydi reytingingiz. Tushundingizmi do'stlar? Mana shunday narsalarni mana shunday karta va shunga o'xshash narsalarni agar yig'ib qo'yaversangiz, o'zingizga foyda bo'ladi, chunki bular yaqin orada reytingingizni ham ko'tarib berishga yordam beradi. Yana shunga o'xshash narsalar bo'lsa, agar yordam berib qoladi. Do'stlar, agar mana bu kim bilsa kerak, mana bu narsalarni yig'ish sal-pal qiyinroq. Agar PUBG'ga yangi qo'shilgan bo'lsangiz yoki avvaldan qo'shilgansiz, lekin mana bu narsani yig'a olmayapsizmi? Men yordam beraman do'stlar yig'ishingizga. Bu yerda do'stlar 5200 yig'sangiz mana bunday 406 ga skin olishingiz mumkin. Buni qanday yig'amiz degan joyiga tushunmasalaring do'stlar, bu haftada bir marta buyuk jang matchini o'ynang. Ketdikni bosamiz.
Mana shu buyuk jang deyiladi, ya'ni Ultimate Royal. Qo'shilishni bosasiz, kirasiz. Do'stlar, oldindan aytaman, men yaxshi o'yinchi emasman. Ultimate Royalga kam-kamdan kirib turaman. Chunki agar yutqazib qo'ysam yoki shunga o'xshash ishlar bo'layotgan bo'lsa, xafa bo'lmang do'stlar, iltimos. Sizdan bitta iltimos, xafa bo'lmang. Chunki sizlar xafa bo'lganlaringizni ko'rish menga vashshe og'ir. Xuddi yurakka xanjar sanchilgandek gapdi. Mana aytgancha mana shu narsalardan ham sovg'alarda olsangiz ham bo'ladi. Kirishni bosib erinmasdan sovg'alarda olsangiz easy. Siz uchun bu oson do'stlar. Mana match boshlandi. Do'stlar, mana o'rgatyapman. Bitta videoda ikkita narsani olishni o'rgatyapman do'stlar. Tekin EXP bilan tekinga boyaga Ultimate Royalni o'zini monetalarini olishni o'rgatyapman. Bu like ga arzimaydimi do'stlar? Agar arzisa like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Va do'stlar, aytgancha shu keyin YouTubedan sizga bitta kanal ko'rsataman. Iltimos, agar malol kelmasa o'sha kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu Jo'ram kanalida endi. Escordi va Basel degan kanalni ko'rsataman. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz do'stlar, men sizlardan mamnun bo'lardim. Nimagaki o'zbekka podpishka qilish kerak. Ya'ni men ham jo'ralarimni kanal rivojlanishini xohlayman, yana shunga o'xshash narsalar. Xullas, bu do'stlik deyiladi do'stlar. Aytganimdek, donatlar ishma xalq qo'ymaydi. Muhimi toza o'yin, toza qalb bo'lsa bo'ldi. Любой tanishingiz bo'lsa, agar donater bo'lsa, lekin kibr ko'p bo'lsa, o'sha tanishingizni shu videoni jo'natib qo'ying. Bu kibrli o'rtoqlaringiz bu haqida bilmaydi. PUBG'da yutadigan narsa o'sha ko'payib ketgan, bilaman. Donaterlarda ham yusi bor, yana boshqa igroklarda ham. Shuning uchun do'stlar, agar zonani mana shunday oxirlarda tushsangiz, nima desam ekan, sizni yutish ehtimolingiz bir ikkitaga ko'payadi. Chunki mana shu zonani oxirlarda odam cheplar. Donater ko'rganmiz do'stlar. Nimaga sal bir zo'rroq tushamiz endi majbur. Zonani oxirlarda tushsangiz do'stlar, sizga yutish ehtimoli ko'payadi. Nimagaki? Chunki hamma zonani o'rtasiga tushib ko'p kill qilishga qiziqadi. Kill ishma xalqim, 3 ta kill bilan oddiy moneta olsa bo'ladi, lekin kill yana boshqa narsalar, ular do'stlar, ularga miyangizni bor energiyasini sarflab adashasiz. Shu ko'p kill qilishga emas, asosiy strik qolishga o'rganing do'stlar. Aytishim trik qolishdan ko'p kill qilish kerak deb. Hammasi o'z vaqti bilan. Va do'stlar, iloji bo'lsa qalb birlashtirib, toza va halol g'alabaga erishing. Chunki biron rasmdan yugurib g'alabaga erishgandan ko'ra o'zimizni sof g'alabani menimcha eng katta g'alaba hisoblanadi. Va do'stlar, hamma aytishi mumkin, nega PvP, ya'ni birga bir janglarda kim bo'lsa keyin birga bir janglarda aytiladi-ku, hamma AUG'da urushadi deb. Yo'q, bo'lmas ekan. Chunki hamma bilsa kerak, M216 bilan AUG'da urin qilishi bir xil. Lekin M216 baribir AUG'dan bir qadam oldinda. Lekin tezlik bo'yicha AUG M216 dan ancha ustunroq. Chunki AUG'ni nima desam ekan, AUG'ni shunday ishlashganki, u xuddi bir tez o'tar quroldek. Shuning uchun birga bir janglarda AUG doimo birinchi o'rinda turadi. Ya'ni u bilan yutqazish ehtimolingiz juda kam bo'ladi do'stlar. Do'stlar, agar meni o'ynashim sizlarga yoqayotgan bo'lsa yoki o'zingizni qanaqadir motivatsiya olish
mayli eshitma qilmaysiz. Men boshda aytganman, men yaxshi o'yinchi emasman, unchalik botiroman deganman. O'zi boshlayapti. Qancha minus ball deb chiqib, menga ham zarurmi do'stlar? Lekin shunday minus uchun men yaxshi video olyapman-da sizlarga. Shuning uchun iltimos bitta like bilan obunani bosib qo'ying. Do'stlar, bilaman bu videoni ko'pchiliklaring ko'rasizlar, lekin mana soat 10 bo'ldi. Uxlash vaqti o'zi kelgan. Hamma uchun. Hamma soat 10 da uxlaydi. Lekin men uxlamasdan sizlar bilan video olib o'tiribman. Sizlar uchun ya'ni. Va mana bugun ikkita narsani olishni o'rgatyapman sizlarga do'stlar. Shuning uchun videoga like va obuna bosib qo'ying. Agar shunday qilsangiz menimcha to'g'ri bo'ladi. Daj jo'ralarim durja tashlayapti, men aytdi, qabul qil. Bitta o'ynaylik birga deb. Va mana hozir o'rgataman. Mana buyuk jang bo'limiga kiramiz. Bu yerda zadaniya ham bajaruvdik, o'shanga endi ayirboshlash bo'limiga kiramiz. Mana bu belgini ustiga bosamiz, o'zini tangasini ustiga. Olishni bosamiz. Bitta match o'ynasangiz 20 ming beradi. 10 ta match o'ynasangiz 60 ming, solo rejimida mana o'ynab chiqsangiz ham tanga beradi. Do'stlar, shuning uchun erinmasdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun qiziqarli videolarni men tayyorlayapman yaxshigina. Bilaman, hammalaring kardinal fayl ko'p dana termasdi, bunday shunga o'xshash fikrlar aytishingiz mumkin, lekin do'stlar, bilaman hamma narsani donat hal qiladi sizlar uchun, lekin men birinchidan donatga qiziqmayman, ikkinchidan o'jiman salpal nima desam ekan, donaterlarni ko'rganman. Bilaman, ba'zilarda kibr yo'q bo'ladi. Kibr yo'q bo'lsa ham, lekin baribir kim bilsin endi. Do'stlar, bilaman ba'zi donaterlarda kibr yo'q, ko'ngli toza, lekin ko'p donaterlar ham o'shanda emas. Ko'p donaterlar kibr ham emas. Lekin Fayoz Sveta, Kardinal shunga o'xshash donaterlar juda kam. Sizlar bilan yana bitta open case o'tkazib olyapmiz. Ko'rib turibsizlarmi? Tekinga open case ko'ryapsizlar. Nesa tekinga narsalarni ko'ryapman. O'sha videoga bitta like bosib, kanalga obuna qo'yinglar do'stlar, iltimos. Agar shunday qilsalaring, men sizlardan xursand bo'laman-da. Nimagaki mana kiyim tushirdik, bu kim bilsa kerak, shu kiyim tushirish ham bir omad. Wi-Fi 4 ochga kelib turibdi. Ko'ryapsanmi? Do'stlar, open case mana ko'rdilar, eng yaxshi bo'ldi. Endi ba'zilar uchun endi open case. Mana do'stlar, xohlasangiz agar Brainrot o'yiniga kirib qolsangiz, menga agar duch kelsangiz, ya'ni gladiator, mana nikim ko'rib turibsizlar, gladiator. O'sha nikli odamni oldiga borib 3 marta sakrasangiz, ya'ni o'zi bo'ladi-ku, do'stlar chamimiz deyishman, o'zi 3 marta tepaga sakraydi-ku, xuddi o'shanday. Shunday qilsangiz, men misol uchun sizlarning oldlaringga borib kimsiz, kanalimga obuna bo'lganmisiz, meni taniysizmi, videolarimni ko'rganmisiz deb so'rayman. Agar ha ko'rganman, kanalimga obuna bo'lganman desangiz, bu yaxshi, chunki men sizlarga oltin brainrotlar beraman, ya'ni boshqa narsalar beraman. Kuchaymagan bo'lsangiz, kuchaytirishga harakat qilamiz. Chunki o'zim bu davrdan o'tganman, lekin qiyinchilik davr bo'lgan. Shu donatsiz bu davrda endi hammani o'tkazmoqchiman do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, videoni olishga harakat qilyapman yaxshigina. Va do'stlar, bo'pti, bugungi videoni yaxshi qiziqarliroq qilish maqsadida Metro Royalni tanishtiraman va o'sha Metro Royalda qanday qurilmalarni ko'paytirishni o'rgataman va shunga o'xshash narsalarni olasizlar. Ya'ni mana shunday sovg'alar. Do'stlar, Escordi bilan Baselni kanalga obuna bo'lib qo'ying iltimos, chunki ularning ham orzulari bor, ya'ni
kanalga 1k obunachi bo'lish, 2k ga chiqish. Iltimos obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta podpiska tugmasini shunday bosasiz bo'ldi. Obuna bo'lindingiz hisob. Men kutgan narsa. Kobra bilan yashaymiz. Do'stlar, hozir o'rgataman. Hammani puli 1k bo'lmaydi birinchidan. Mana shunday 1k bo'lmagan bo'ladi. 1k bo'lish uchun mashaqqat kerak. 500 ming tushdi do'stlar. 500 ming omadga bog'liq. Mana shu qutidan har kirganingizda plyus bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qora kuningizga yiqqan plyus borni sotib oling. Mana shu qutidan. Va mana shu kartadan. Do'stlar, agar siz Metro Royalga kamdan kam kiradigan bo'lsangiz, masalan, demontajni bosib qo'ying, lekin mana bu narsalardan ishlatmang. Chunki bu narsalar noyob turadi. Xo'p, do'stlar, mana narsalardan ham iloji boricha ko'proq xarid qiling. Nimaga hozir ko'rsataman. Mana bu bo'limga o'tasiz. Hadya bo'limi bor. O'sha ustiga bosib personajlarni bitta kuchaytirasiz. 10-daraja bo'ldi. Mana 10-daraja bo'ldi. Bo'ldi, bu maksimal. Endi mana bu 10-daraja, bu 10-daraja. Endi bitta dona mana bu 10-daraja bo'lsa bo'ldi. Hikoyani tinglab o'qisangiz ham bo'ladi. Hikoya ham qadrli turadi ancha. Yaxshi. Do'stlar, aytgancha men braniyalarni ko'rsataman hozirlarga. Oxirini ko'rsataman, chunki mana oxiriga qarasangiz uchli va birli shlemlar, braniyalar turibdi. Nimaga buni qo'ygansiz? Siz nima shunchalik botmisiz desangiz, yo'q do'stlar. Meni bot emasman, shunchaki bularni o'zimni, ya'ni nima desam ekan, battlelar bo'ladi turli. O'shani shunga qo'yaman va mana bu narsalarni ham o'zi sezonni ayirboshlash bo'limida keladi. O'shaning uchun shuni ham yoqib qo'yaman. Redki narsalar hammasi. Do'stlar, shunchaki yig'ib qo'yaveringlar shu narsalarni. Hamma bot lootni yaxshi bilmaydi deydi, lekin mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana kompusda ancha-muncha yig'ganman. Endi nima sotuvman? Ko'rlaring, qancha narsa sotib olaman do'stlar. Yana bot deb kamstib, shu shartni do'stlar. Mana bundan ancha-muncha xarid qilsalaring bo'ladi do'stlar. Benim kerak. Mana bu narsa menda bor edi. Lekin sotganman do'stlar. Mayli do'stlar, ko'rsataman sizlarga buni qanday olish, qanday to'g'ri ishlatish. Ayirboshlashni bosib olasizlar. Buni to'lamiz. Qo'shimcha do'stlar, open case uchun shuncha narsa xarajat qilyapman. Sotib olish tugadi. Maksimal darajada sotaman. Uzatib ketdim. Do'stlar, mana endi ko'rasizlar, hozir open case qilamiz. Hozir qani open case ko'ramiz, endi nima chiqsa ham yaxshi deymiz. Chunki bir-birimiz ustidan kulmaymiz va hamma youtuberlar aytadi-ku, ya'ni obunachilari qo'li, ya'ni shunga o'xshashlari qo'li deb. Yo'q, bu adashib ketmak emas. Xo'p, mana ishlatamiz hozir. Birinchi 4 talikdan ishlatamiz. To'g'ri, bu o'qtor ekan. Premium qurollar paketi degan case bu. Qaranglar. Birinchi case. Obunachilarning qo'li. Obunachilar aktivlar, yaxshi. Zo'r obunachilar, aktivlar hozir. Xo'p, endi gladiatorning qo'li. Nice. Yaxshi, zo'r narsa tushdi, lekin yaxshi. Hozir obunachilarning qo'li. Qo'yil. Oxirgisi gladiatorning qo'li. Normal. Do'stlar, mana shuncha narsa bor menda. Hozircha bu zirhlar endi.
bilaman endi aytishlaring mumkin men bunaqa narsalarga qilib yuribdim. Endi bu kerakda endi. Do'stlar buni lut qilib kuchaysalar ham buni tushunasizlar. Bu metro rail pasib. Do'stlar aytgancha bu yerda qiziqarli dastajeniyalar bor. O'shani bajarsangiz sizlarga qo'shimcha ravishda pul berishadi mana. Mana bunday dastajeniyalari bor mana. 20 ta dushmanni o'ldirsangiz sizlarga mana bunda 3 ta kech berishadi. 3 ta kechini menda yo'qda. Avval o'ldirganim lekin bor edi. Mana sharaf mukofotlari. Challenge muddati davomi 2 barobar ko'p sharaf qabul. Do'stlar, hop. Qaranglar. Sharaf turniri bor. Bu sharaf turnirida mana bunday skinlarni olsangiz bo'ladi. Keyin S30 degan ramka yana shunga o'xshash narsalar olsangiz bo'ladi. Bunda qatnashishni hozir o'rgataman sizga. Reytingga kiramiz. Do'stlarning orasida bosamiz. Sharaf reytingi bo'yicha birinchi o'rinda Escort turibdi. Men 6-o'rinda. Mana gladiator. Ko'rib turganingizdek do'stlar. Hozirgacha mana shu YouTube kanalga obuna qo'ying. Mana nikidan bilsangiz bo'ladi. Escordi. Mana shu nomda YouTube'ga yozsangiz bitta kanal kelib chiqadi. O'shanga obuna qo'ying. Iltimos do'stlar. Sizlardan iltimos qilaman chunki bu do'stimning YouTube kanali. Bu menga juda kerak. Do'stimning quvonchi yana boshqa narsa. Men ko'pincha loot rejimda zo'rman, lekin loot rejimda ham ko'rgandirsizlar 6-o'rinda turibman. Meni oldin loot qilib ketishganda hammasi. Shuncha 3K lik narsalarni olaveraman, lekin sharaf reytingini ham 6-chi. Zombi rejim bu nima demoqchi bo'lsalaring bu zombilar rejim bo'ladi o'zim shunday. Lekin zombi rejimini o'ynamayman. O'ldirish rejimi. Bu tushadigan zona do'stlar. Bu masalan o'ynamanglar. O'ynasangiz loot yo'qotasizlar. Masalan sizlarga loot va sharaf reytingi zonalarini o'ynang. Chunki bu zonalar sizlarni kuchayishlaringga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu boshlang'ich desangiz ham bo'ladi. Do'stlar, taratkam kam 6%. Shuni ham sizlarga video olyapman. Mana ko'rdingiz, nechta open case qildik. Bu tadbirlar do'koni bundan xohlagan narsangiz olsangiz bo'ladi. Lekin omadga qaraydi mana. 3 marta bepul chiqadi. Keyin pulga chiqadi. Do'stlar, mana ko'rib turdingiz videoyimni. Oxirigacha ko'rganlar bo'lsa kommentariyaga oxirigacha ko'rdim, qiziqarli chiqibdi deb yozib qoldiring. Va agar kanalimga kirib obuna bo'lib qo'yganlar kommentariyaga 67 deb yozib qoldirsin do'stlar. Sizlar bilan men yana gladiatorman. Sizlarni yoqtiraman va keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr.